Hürmetli vatandaş, bugünkü vaziyetimiz doğrusu toxtalımız. Bugünkü ıslah işkimen 24. yıl. 4. ayının 9. günü. Haftaga seyşembe hürmetli vatandaş. Bugün sizlerge söz deydiği leksiya yaka mazmunun avval. Ata 10. günü roza hayt. Haytanlarını mübarekleyimiz vatandaş. Tünügün 4. ayının 8. günü Uygur'un yakın zaman siyasi medeniyet tarihinde en büyük hatırı günü. Yani bunda aytkan 4. ayının 8. günü 1945 yıl Uygur Milli Azatlık Armiyasından kurulgan günü. Ben dedim 100 bin kişilik askeri koşan, 80 bin kişilik muntazam piyade kısımla koşanı, 20 bin kişilik atlık armiya koşanı, cemi 100 bin kişilik Uygur Milli Azatlık Armiyası şu 45. yılda 10. ayda Manas deryası boyu gelip toxtab kaldı. Ürüm şehriga kirishga 50 kilometr arlık kaldı. Bunun için beradigan cevabımız nayta addeliken, nayta enek. Mesela 2023 yılı 2. ayının 9. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi shundoq dedi. Tibetlerinin öz takdirini özü belgilashni xalqaro jamiyat tartib aldı. Xuddi shundoq. Uygurlarning öz takdirini özü belgilashni xalqaro jamiyat tartib aldı. 1945 yıl 10. ayda enak günü esimga kalmadı Uygur'un Milli Azatlık Armiyası Manas deryası boyu toxtab kaldı. Vatandaş şu armiya 4. ayının 8. günüdür 1945 yılı. Şu armiya harbiy marşqa dastilgan edi. Şu vaqtda O'rta Asiyada. O'rta Asiyada tunji bo'lib, masalan, Yoqubbek davrida, keyin mushu davrlarda, Qashqarda, mushu davrda G'uljida Uyg'ur armiyasi harbiy marşqa dastilgan edi. Shundaq tarix shundaq bo'ladi vatandaş. Endi kelib o'tgan shu vaziyatlar oldida biz umidvorligimiz yoki biz harakat qildik, harakat qilib harakatimizga yarasha bir umidni o'zimizga nishon qildik. Shuning uchun yetimiz, shuning uchun kurash qilamiz deb jon tikib kurash qilyapmiz, hurmatli vatandosh. Bugun biz bu kunni, bu ulug' kunni xotirlaymiz. Endi vaziyat to'g'risi keladigan bo'lsak, bugungi birinchi vaziyat Yaponiyaning vaziri Washingtonga yetib keldi. Ümid qilgan ziyoratni boshladi. Bu yerda ümid qilgan ziyoratni boshladi. Mavzuli xabar 4. ayning 9. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaponiya vaziri Fumio Kishida haftaning 1. kuni, ya'ni 4. ayning 8. kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washington Anderson havo armiya bazasiga yetib keldi. Bu sefer Yaponiya vazirining ordan 9 yil o'tganda davlat mehmoni sifatida Amerikani ziyorat qilishi bo'lib hisoblandi. Esingizda bor, hurmatli vatandosh, dal mushu vazir Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida o'tgan yili 5. ayning 27. kunimi, 25. kuni mushu orliq David lageriga kirgan edi vatandosh. Koreyaning prezidenti Seoul Koreyaning prezidenti Yo'l, anda Fumio Kishida Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden David lageriga kirgan edi vatandosh. Endi shu vaqtda menda hisoblaganda davlat mehmoni degan bu boshqa gap o'xshaydi-da hisobda. Diplomatiya to'g'risi, diplomatiyada mushu soatda mening savodim toza yuqori emas ekan vatandosh. Bu davlat mehmoni nimaga qaratiladi? Odatdagi ziyoratlar nimaga qaratildi toza? Xabarim yo'q ekan, bugun davlat mehmoni bu 2 kun avval, hozir 2 kun avval degan nima oramizda yaqinda Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Junguni ziyorat qildi. Bu qatim hech qachon demaganda, bu qatim debdiki prezident Vladimir Putin
Cungoni ziyaret kıldı. Devlet işleri bu iş ziyaret kıldı. Yani devlet mihmini süftedi ziyaret kıldı. Bu kattı gep boşaydı da gep de. Az öpümüyor kişi de hem şundak. Bu katın ziyaret ceryanında Amerika Koşmuş Ştatları bilen Japonya'nın diplomatiya sahası var. Geçenler devlet müdafiye sahasındaki hemkarlığı tehemi yüksek. Tehemi bir baldak yok koruğu kötülüdü. Japonya Amerika Koşmuş Ştatlarının en çok yan rayındık en yakın asaslık dostu ve ittifaklısı. Nöbette hazır Japonya Amerika Koşmuş Ştatlarının bütün dünyadaki şeriklerle seliştoğan yaki şeriklik münasebetinin eytkanda Japonya Amerika Koşmuş Ştatlarının birden bir şeriki. Japonya Veziri Fumio Kishida 4. ayının 10. günü Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden bilen görüşüdü. 4. ayının 11. günü Perşembe Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi'nin birleşme yığını da notuq sözleydi kattıgı. Vatandaş kattıgı ötkençili Hindistan'ın Veziri Modi Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi'nin birleşme yığında notuq sözüldü. Bu yıl Japonya'nın Veziri Fumio Kishida Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi'nin birleşme yığında notuq sözleydi. Aksaray müşahapta Filipin'in Prezidenti Marcos'un karşıladı. Demek müşahapta işçide. Bugün yaki etindeki de kazı Filipin'in Prezidenti Marcos mu geldi? Şunu deyin ki 3 devletinin rehberi 4. günü yani Perşembe günü tüncü kıtım yukarı dercilikle sohbet etkizildi. Japonya, Amerika Koşmuş Ştatları, Filipin 3 devletinin rehberleri tüncü kıtım Washington'da yukarı dercilikle sohbet etkizildi. Janubi Jungu denizinde 3 tarafının hemkarlığını küçeytdi. Japonya Veziri Fumio Kishida seferge çıkıştan burun mundaq görsetdi. Ciddilişip ketken geopolitikalik siyaset. Bütün dünyanın tarihi buruluş devri gelip girdi. Bu katlı gap. Cungunun yüzümü geopolitikalik siyaset orundaki bir obiket vatandaş. Hatta Cungunun münasebetlik Tayvan, Hong Kong, Uyguristan, Tibet hem geopolitikalik siyasetke mensup. Burayılarda vatandaşım. Bu vaziyet Japonya'nı bexatarlik siyasetini özgertip müdafiye iktidarını östürüşke kıstap geldi. Mana bu gap. Bu gap katlı gap. Hem bir de asası kanun Japonya uruş kılışka bulmaydı. Asası kanun Japonya harbiye kural yaraklı çet elgi export kılışka bulmaydı. Asası kanun Japonya teç ve 3. tarafka arılışıp yaki bir vasıta dünya uruşu puruşu digende uruşka katnaşmaydı. Asası kanun şu kentok endi bugün bulanı buraya kayırıp koyup Japonya'nın bexatarligi birinci orunga koyulganlığı için Japonya hem siyasetini özgertişke mecbur boldu deydi vatandaş. Endi ikinci haberimiz biz sizlerge tünügün 8. günü haber kılgan ne mi dedik? Rusya Federasyası'nın Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov tuyuksuzdu Beijing yetip geldi dedik. Bu yerde 3 görünüş var. Evvel şu görünüşe dikkat kılın vatandaş. Birinci görünüş 4. ayının 1. günüden başlap Tayvan prezidenti, sabık prezidenti mayınca Cungo Kuruluğu yetip geldi. 9 gün hazırlık için Cungo Kuruluğu da. 4. ayının 8. günü gelgende hazır Rusya Federasyası'nın Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov Beijing yetip geldi. Onu sizge tüngü sözüldü. Avvalada yani 4. ayının 3. günüden başlap Amerika Koşmuş Ştatları'nın Maliye Ministeri Janet Yellen hanım Beijing geldi. 8 günlük ziyaret bilen. Biz bu doğru ziyaret doğrusu kısa söz yapıyorduk. Münasebet intihain kattı. Belki hazır kilowatt kattı. Yani bazı hazır kilowatt haberlerde bu katın Soda Ministeri, Maliye Ministeri keçirenler Janet Yellen hanım Cungo'ya ultimatum tavşırdı.
Meyli video film baş deyimisi, baş mavzusu da bolsun. Meyli yazılan haberle baş mavzusu da bolsun. Muşu söz tekrarlanıp geldi vatandaş. Ultimatum tapşırdı Cungo. İntayın qattiq meydanlayıp. Del muşundaq vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Janet Yellen xonim Beijingda turayotgan, taq Beijingda ayrilmagan muşundaq bir fursatda Tashqi ishlar ministri Rossiyaning Sergey Lavrov Beijingga yetib keldi. Endi Mayingju bu yerda hozir edi. Bu 3 ko'rinish esingizda bo'lsa vatandoshim. Bu xabarni masalan Janet Yellen Jungo'dan ayrılmay turib Xi Jinping Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishdi. Ikki masalani eg'izga olmadi. Masalan, tugun 9-islar Beijingda, hozir bizda 9-islar Beijingda tushdan keyin Xalq saroyida prezident Xalq saroyida Jungo'ning raisi Xi Jinping Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovni qabul qildi. Ko'rishdi, tushdan keyin ko'rishdi. Ko'rishish jarayonida rais Xi Jinping deydi mavzuda ikki masalani eg'izga olmadi. Birinchisi Ukraina masalasi. İkincisi Prezident Vladimir Putin'nin qachon Jungo'ga ziyoratga kelish masalasi. Buni o eg'izga olmaydi. Masalan, ziyorat kelish masalasini Tashqi ishlar ministrligi e'lon qiladigan ish bilan rais Xi Jinping bilan aloqasi yo'q. Biroq hozir Ukraina masalasini eg'izga olmadi deganda bu qatim Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning Rossiyaning Beijing kelishida Beijingda suhbatlashadigan mavzu Ukraina masalasi emas. Shunaqmi? Biz tunugungi tahlilimizga yaqinlab kelyapmiz, bu boshqa masalalar deydi vatandosh. Masalan, tunugun sizgan so'zimizda bir voqea qilib qoldi, bir jumla, bu jumla katta jumla edi. Nima edi? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Ulug' okean qo'mondonligining qo'mondoni yangidan tayinlandi. Bu Charles Korxilma ismi shundaqmi yoki xato tutib qoldimi kechiringlar? General shundaq dediki, biz bugun mushur oyinda raketa sistemasi quramiz bo'lganda, agar shu mumkinlikning ichida biz raketa sistemasi qurib chiqadigan bo'lsak, bu raketa I-6 belgilik raketa bo'ladi. Vatanparvar belgilik raketa Yaponiyada, harbiy bazada, endilikda bu Filippin atrofida quruqliqda I-6 belgilik Amerikaning raketa sistemasi qurib chiqamiz. Vatandaş ishlar iqtisoddan diplomatiya sohasidan hozir ishlar endi harbiy sohaga ko'chib kelyapti deyman vatandash. Buni aytib ig'ir gap bordi keldi ketdi degan so'zlarga selishtirganda bu generalning aytgan so'zi biz I-6 belgilik raketa sistemasini Filippin atrofiga tashkillaymiz, uyushtiramiz yoki quramiz. Hozirgi ba'zi xabarlarda ko'rinishicha I-6 belgilik raketaning qoplash doirasi Jungo'ning butun chegarasi uchun. Bu qaltis gap vatandoshi, bu qaltis gap deymiz. Buni so'zimizni qaytib kelaylik. Shunda Vladimir Putinning tashqi ishlar ministri Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Lavrov Beijing keldi. Uchrashishdan keyin tashqi ishlar ministrligi mundaq ko'rsatdi. Rossiya tashqi ishlar ministrligi Jungo taraf prezident Vladimir Putinning Jungoda davlat ishlar ziyoratida bo'lishini xohlaydi. Nima dedik? Fumio Kishida Amerikada davlat ishlar ziyoratida. Rossiyaning tashqi ishlar ministri Vladimir Putin, tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov yo'l tuzlash uchun Beijing keldi. Prezident Vladimir Putin Jungoni ziyorat qildi, davlat ishlar ziyoratida. Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov 8-kuni Beijingga yetib keldi. Wang Yi bilan va rais Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin Jungoda 2 kun ziyoratni oxirlashtirdi. 2 kunlik ziyoratni oxirlashtirdi. Rossiya sun'iy amra agentligi Sergey Lavrovning ziyorati oxirlashgandan keyin mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 2024-yili Jungoda davlat
ziyardı bu işni ümit kıldı. Yani Cungo taraf ümit kıldı. Endi buningda Kreml sarayının bayanatçısı Andrey Peskov nima dedi? Mesela ziyaret kıldı. Koygan sualga cevap bergende vaqt qachon deb savol qo'yildi. Vaqtni belgilab bermedi. Bayanatçı Peskov lekin ziyaret qildi deb muqimlashtirdi vatandosh. Shuning bilan Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinpingni uchrashish plani ichida turyapti. Bu uchrashish intayin muhim. Mana nima yerda kuchaytma jumla mayada. Taloqlaydigan jumla mayada. Bu uchrashish bu qatim Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinpingning uchrashishi intayin muhim deydi. Endi biz bunun qaraymizki vatandosh hozir ikki parcha surat. Mesela bu ikki parcha suratni beshida Xalq sarayida Tashqi ishlar ministri Rossiyaning Sergey Lavrov bilan Reis Xi Jinping tushgan surat. Ostida Jungoning diplomati Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov tushgan surat. Diqqat qiladigan bir not shuki, men shuna diqqat qilaman, bunda ushaq ishlarimiz siyosatda. Siyosatda esa qoida bo'yicha ikki kishi yo'q diplomatiyada. Bu diplomatiya sohasida har bir kulka, har bir qatim qo'l berish orlig'ining saqlanib qolish degandek bu nozik ish vatandosh, bu diplomatiya sohasi. Bu yer nima debdi? Bu qatim bu uchrashuv intayin muhim deb. Anda suratda hozir Wang Yi bilan Sergey Lavrov ko'rishdi. Andan ikkisining qo'ltig'i ikki dapta. Sergey Lavrovning qo'ltig'ida jigar rangli dapta. Minister Wang Yining qo'lida qizil rangli dapta. Ostiga yozganda ahdnomaga ya kelishimga imzo chekdi. Nima kelishim? Savdo kelishimi? Nefet, gaz, tabiiy turubi kelishimi? Yoki nima? Yoki harbiy ishlar? Yo'q. Hech qanday izohat berilmagan. Kelishim yoki ahdnomaga imzo chekdi. Demak, mushqatim Lavrov yugurib Beijing yetib keldi-yu, darhol qandoqda tayyorlab qo'yilgan ahdnoma yoki kelishimga imzo qo'ydi. Buning nima ekanligini bilmaymiz. Hem agentlik bo'libmi Reuters agentligi bu suratni tarqatgan. Reuters agentligi bu to'g'rida hech narsa demagan. Anda sizga ham qiziqarli, ya'ni sizni o'yga selishi mumkin. Men shunday ishga diqqat qilaman dedim-ku boshda. Mayning 4-oyning 1-kuni Jungo qo'rg'ligiga yetib keldi. Taraflarni aylandi vatandosh. Shu aylanish jarayonida bu oxirgi qatim aylanish yoki Beijingga kelibmi, nima oxirgi qatim aylanish Saddichin sepiliga chiqibdi Badavlin cho'qqisiga. Badavlin cho'qqisiga chiqib, shu Saddichin sepili to'g'risi Xitoy xalqi orasida tarqalib yurgan yoki hozirgi tarqalayotgan naqsha Saddichin sepili to'g'risidagi naqshani tovlab o'tib, uni dimiqi qilibdi. Ovozi tutildabdi. Ovozi tutilibdi. Shuningdek naqshini tuzuk naqshcha aytamabdi. Xiqrab qopdi. Sababi dal mushu paytda mayinju yig'labdi. Kaningizmi? Mayinju bu qatim Jungoga kelib 9 kunlik ziyorat davomida vatandosh 5 qatim yig'labdi. Eng oxirisi Saddichin sepiliga chiqib, Badavlin cho'qqisini seylab turib, resimga tushib, shu yerda naqsha to'g'lab, Saddichin sepili to'g'risida naqsha to'g'lab, yana bir qatim yig'labdi. Buni ma'nosini tushundingizmi vatandoshim? Men tushunganim bo'yicha tasavvurimdagi gaplar bo'yicha sizga so'zlab beray desam, men uyimdagi bolalarga so'zlab bersam hech qanday ishonmaydi. Sizga so'zlab beray desam, sizmi ishonmaysiz? Bunda aytgan pishmagan jumla, tasavvurdagi pishmagan obrazni sizga so'zlamayla qo'yay, buning ma'nosi nima? Agar mushu yig'lashning ma'nosi vatanparvarlik bo'ladigan bo'lsa, izingiz solib qo'yay vatandosh, diqqat. Uyg'uristonni setish, Uyg'uristonda inqilobni munqariz qilish,
Uyg'uriston Milliy Ozodlik Armiyasi başta aytgandek Manas daryosының bo'yi to'xtab qo'yish, mushu jarayonlarning hammasida aytganda kelishim ahdnoma 1945-yil Kuomintang partiyasi Jang Jieshi bilan 8-oyning 14-kuni Moskvada imzolangan Rossovet shartnomasi. Onun vekili şu Kuomintangning prezidenti bo'lib, sobiq prezident bo'lib sayılib Beijing kelgan Ma Ying-jeou deyli. Kuomintangda, beşi Kuomintang, ahiri Kuomintang o'tirsa ham Kuomintangda. Xitoyning ikki siyosiy partiyasining biridan. Ikkinchisi 1950-yili Mao Zedong Stalin Moskvada Kremlda o'tirib tuzilgan shartnoma, Rus-Xitoy shartnomasi. Her iki shartnomada Uyg'uristonning Xitoyga qo'shib berish, hatta shu vaqtda Mao Zedonglar o'ltirib Stalin dediki, Uyg'uriston mustamlika, men sana mustamlika qilib berdim dedi ya vatandosh. Uni Kommunistik partiyani sesi 1950-yil 2-oyning 14-kuni selishtirgan. Bugun nemishqa mushu vaqtda men sizlarga tulgun tahlil qilib berdim. Mushu vaqtda, mushu paytda Reis Xi Jinping Kuomintangning sobiq prezidenti Ma Ying-jeouni Jungo'ga taklif qildi. Başta 9 kun yig'ildi, 5 qatim dedi Ma Ying-jeou. Kuomintang partiyasining prezidenti, sobiq prezidenti, Kompartiya partiyasining sobiq sekretari, navbatdagi sekretari Xi Jinping, ikki partiya Jungo, Xitoyning ikki partiyasi Kompartiya va Kuomintang. Dal mushu kunda Sergey Lavrov Beijingga yetib kelgan kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining moliya ministri Janet Yellen xonim Beijingni 8 kun ziyorat qilgan mushundaq kunda vatandosh nemishqa Ma Ying-jeou yig'ladi. Vatandosh mushuni masalan Ma Ying-jeou nemish keldi degan gapni hozir men o'zim topmadim. Canfeng Shikani bildisizlar obzorchi. O savol qo'ydi. Lavrov Beijingga keldi, Ma Ying-jeou Beijingga keldi. Bunun sababi nima dedi ya vatandosh? Men shuningda elib majburiy hozir sizga so'zlab tahlil qilyaptim. Nima ish? Ko'rang, buning ichida vatanparvarlik bilan Ma Ying-jeouning 9 kun ichida 5 qatim yig'ilishi. Tasavvur qilib oling vatandoshim. Bugun bu xabarimizning bir qismi, ya'ni bir qismi qilib qoldi. Asta-asta kelamiz vatandoshlar. Bugünkü ciddi vaziyetimiz mana shu. Anda başladık mı bu hafta içinde Washington'da Filipin'nin prezidenti Marcos'un qabul qildi. Amerika xalqi. Marcos keldi. Prezident Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida yetib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 3-oyning 11-kuni katta yig'in ochdi vatandosh. Bugungi leksiyalarimiz shu.